Ikkita variant oldim. Bu mebel plani va mebel markirovkasi plani. Bularni farqi nimada bo'ladiki, bu planda biza mebel va mebel bilan o'zaro orasida devordan mebelgacha bo'lgan razmerlar qo'yiladi va quyida biza qilgan filtrimiz faqatgina markirovka mebeli planda bo'ladi. Bu yerda filtrni o'chirib qo'yamiz. Bu yoqdagi planda bizada shu mebellarni markalari bo'ladi. Hozir bitta o'q bilan ikkita quyonni urishga harakat qilamiz. Demak, bu planni ushlab turib, shablonga kiramiz. Kopyalaymiz bu shablondan. Nomini 14 Marki mebeli deymiz. Bu xuddi o'zini kopyasi bo'ladi. Okey. Shablon faqat mebel bo'lib qolsin o'zicha. Ana endi videodan marka mebelini topamiz, planni belgilaymiz va bunga marka mebeli shablonini beramiz. Stadiya proyektniy. Так, buni masshtabi 1:50 ekan. Buni endi varog'imizga tashlaymiz. Masshtabini 1:50 qilib qo'yamiz. Joylashtirib, imya, bu yoqda marka, ana endi bu yerda mebel shablonini kirib turib, изменить, filtr va filtrlarni o'chirib qo'yamiz. Применить, okey, okey. Va menda hamma mebellarim quyidagi rangga keladi. Endi ba'zi birlariga по умолчанию materialda berilgani sababli bu yerda mebel kirib, передний planni oqqa bo'yaymiz. Shunda menda hamma mebellarim oppoq ko'rinishga keladi. Ana endi bitta xona misolida ikkala planni оформление qilishni ko'rsatib beraman. Shu ketma-ketlikda sizlar ham оформить qilasizlar. Birinchi bu yoqda har bitta xona uchun razmerni olib, masalan, обычный черныйni olib qolaylik, с фонimni. Hamma razmerlarni qo'yib chiqasizlar. Masalan, kровати eni va devorgacha masofa. Buni devordan kровати eni shkafgacha va shkafi eni. Bu yoqda umumiy shkaf uzunligi har bittasiniki. Pufikka razmerlari. Stolikchalar razmerlari. Shunaqa qilib har bitta xonada razmerlarni tsepочка qilib qo'yib chiqasizlar. Sizlarning qo'lingizda allaqachon PDF varianti bo'ladi. PDFga qarab har bitta xonada razmerni to'ldirsanglar bo'ladi. Bu mebel planini o'zi edi. Markirovka planida annotatsiya bo'limiga kirib, markirovать по категории со свободным концом qilib, akkuratni mebellarni markasini qo'yib chiqasizlar. Bu yerda hozir mebelga hech qanaqa hali marka berilmagan, shuning uchun so'roq bo'lib turadi. Keyingi darsimizda bularga spesifikatsiya qilganimizda bularni marka qiymatlarini qo'yib chiqamiz. Ungacha bu yoqda bemalol markalarini qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Quyidagi ko'rinishda bu planni ham bemalol endi mustaqil оформить qila olasizlar, chunki razmer qo'yishda hech qanaqa qiyin narsa yo'q. Agar razmer o'shamasa tab orqali 2-3 marta bosasizlar, yonishi bilan razmer qo'yaverasizlar. Bu yoqda bo'lsa faqatgina markalar qo'yiladi va ikkita planni keyingi darsda оформить qilingan joyidan boshlab davom ettiramiz.